Qor kuraymiz bugun. Bugun rosa ko'p qor yog'di. Qor kurash kerak. Etikimni solib qo'ygan edim. Yana qaytadan yana kiyamiz. Etikni kiyib, chunki agar bugun qor kuramasam, ertaga biror joyga chiqaman desam, o'sha yo'l yopiq bo'lib qoladi-da. Bugun qorni kurab qo'ysam, yo'l ochiladi, ertaga muzlab qolmaydi. Mana perchatka, shapka. Ushanka kiyamiz bugun. Chunki boya sochimni yuvdim. Mana shunaqa qilib kiyishim kerak. Da. Oh. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Mana. Birinchi bo'lib mana bu yer tozalash kerak. Umuman qor kurashni bilmayman, to'g'risini aytsam. Qorni ko'pligini qaranglar. Juda ham ko'p. Ajralib chiqyapti, o'sha havo isiyapti-da. Qaranglar qancha ko'p. Mana shu qo'lim bilan ham tushirib tashsam bo'la, xohlasam. Mana. Mana go'zallik. Bilasizlarmi nima uchun qorni kurash kerak? Mashinangizdan tozalashingiz kerak ekan. Masalan, aytaylik, agar qor mana shu yerda bo'lsa, mana shu yerda qor bo'lsa, aytaylik buni tozalamadingiz, mashinada yurib ketayotgan paytingiz xuddi shunday mana bu yerga tushar ekan, ko'rdingizmi? Keyin даже lobovoy tozalayman desangiz ham, mashina haydab ketayotganingizda hech qayer ko'rinmay qolar ekan. Qor shunday pastga tushadi-da, tez yurganingizda. O'shaning uchun ham o'zi po pravilam har doim qorni tozalash kerak. Mana shu joyda, mana shu mashinani tepasini aniq tozalash kerak ekan. Чтобы mashina haydayotganingizda lobovoy ustiga chiqmasligi uchun qiziqarli fakt deb o'ylayman. Yomon emas. Juda qalin emas ekan, normalniy. Mana bu yerimgacha kelyapti-da. Bo'la. Qaranglar. Mana shu yergacha qor. Qaranglar, rosa ko'p qor mana mashina orqasida. Balkim yana yil yaxshiroq qor tozaladigan olarmiz, chunki qiyin ekan. O'ylab qarasam, bilmasam necha soat quriyman buni men.
Qancha ko'p qurasam shuncha qalinroq qor kelyapti. Voy. Qor quraydigan odamlar uchun voy. Qor quraydigan odamlarga rahmim keldi to'g'risi. Piu. Piu. Voy, charchab qoldim. Daraxtlarimiz daraxt ham emas, lekin qurib qolibdi. Qaranglar. Qaranglar. Wow! Tizzamgacha kelyapti mana. Mana shu yerga tizza emas. Rosa chiqir ekan. Pastga tushib ketyapti. Ancha chuqur ekan. Qanaqa go'zallik. Tak, o'zimni qiynamaslik uchun hozir shunday borib yurib ko'raman mana shu joydan tekis. Agar juda ham chuqur bo'lmasa, qor ko'p bo'lmasa, quramayman. Chunki mashina chiqa oladi-da. Hozir ko'ramiz. Borib kelaychi. Qanchalik chuqur. Men buni ko'ra olmayman ham, to'g'risini aytsam. Juda chuqur. Wow. Bilmadim, mashina chiqa olmasa kerak bundan. Ancha chuqur ekan. Buni men ko'ra olmayman ham. Mashina chiqmaydi ham. Bu chiqmaydi. Uni o'rniga mashina o'sha qorni kuraydiganini olib kelishim kerak, ishlatib ko'rishim kerak. Biz ko'ramiz. Wow, qorni qaranglar qancha ko'p. Rosa ko'p. Bir dunyo qor bobo yasasa bo'ladi. Rosa qalin ekan qor. Hozir borib kelaman. So'rayman. Qaynotam balkim kelib yordam berib ketar. Shu paytam jet yo'q, ishga ketgan.